Assalomu alaykum. Mana bugun sizlar bilan hozir karishcha ovqat qanaqa qilinishini ko'ramiz. Qozonni tagini yoqdik, gazni. Skоворodkaga o'xshagan qozonni qo'ydik, ichiga yog' soldik. Yog' Koreyada bizga o'xshab o'simlik yog'idan foydalanishmas ekan. Ular imkon qadar tarkibida yog' mahsuloti kamroq bo'lgan loviyadan olingan yog', keyin uzumdan olingan yog'lardan foydalanishar ekan. O'simlik yog'ini qaranglar. Bunaqa qoraytirilgan baklashkalarda saqlashar ekan, chunki bular o'simlik yog'i birinchidan odam organizmi uchun foydasi kam boshqa yog'larga nisbatan. Qolaversa tez buziladi. Oddiy baklashkada bo'lsa, yorug'da bo'lsa tez buziladi deb hisoblashar ekanda, shunaqa qora baklashkada qilishar ekan. Mana biz ovqatga hozir nima qo'shamiz? Chunjang. Chunjang nimaligini men bilmayman-da. Bu ovqatga mazza beradigan priprava bo'lsa kerak. Sos. Qaranglar, birinchi mana yog'ni qizdirdik. Sos qo'shdik. Chunjang. Xitoy ovqat. Xitoy mahsuloti ekan. Xitoyda boshlangan xalq emas. Milliy ovqat. Koreyan ovqatlari menga juda ham yoqdi. Juda ham qoyil qoldim lekin. Men O'zbekistonda ovqat qilish uchun kamida 2 soat vaqt sarflayman. Keyin piyoz qovuraman hamma narsani, uyimdan shunday yog' hidi kelib ketadi. Lekin bularda umuman unaqa emas. Yog' juda ham kam, qovuriladigan ovqatlar ham nisbatan kam. Asosan sho'rvali, tez hazm bo'ladigan, organizmga foydali ovqatlar. Juda ham sevdim men shu tarafni. Ovqatlari diyetichniy, ayniqsa mana allergiyam bor, menga o'xshagan allergiyasi bor insonlar uchun foydali deb hisobladim. Boshqa ovqatlarni ham sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Tabiiy mahsulotlardan qilingan. Hozir bu endi birinchi ovqatimiz. Endi bu qora ikraga o'xshab ketar ekan. 20 minut, 25 minut yog'da qovurilar ekan. To'xtovsiz qovurilayotgan paytda aralashtirib turish kerak. Yopishib qolmasligi uchun. Mana endi qovurilib, o'sha muddatda bir me'yorga kelib tayyor bo'lgandan keyin uni tovani chetiga uyib alohida idishga olib qo'yamiz. Qozonda qolgan yog'ga qolgan mahsulotlarni qovurishni boshlaymiz. Qolgan mahsulotlarimiz mana tayyor turibdi. Go'shtni ovqatga solishdan oldin marinovka qilinar ekan. Marinovka qilganda mana spirtda aroq bilan o'ldirib, go'shtni aralashtirib, ziravorlab qo'yilgan go'sht. O'zi tayyor marinovka qilingan go'sht endi ovqatda tezroq pishadi, yumshoqroq pishsa kerak. Endi biz qozondagi yarim tayyor. Idishga olamiz. Endi tovaga go'sht solamiz. Bunaqa biz ko'pchilikka tayyorlamadik, ko'p miqdorda ovqat tayyorlamaymiz. Chunki bularda
faqat bir xil ovqat qilinmas ekan, 2-3 xil ovqatlar qilinadi. Har kim o'z tabiga qarab keragicha solib iste'mol qilishi mumkin. Go'sht, to'g'ralgan chesnok. Chesnokni yaxshilab qovuramiz. Yo'q. Piyoz ekan, chesnok deb o'ylabman, o'zim kechirasiz. Piyoz to'g'ralishi ko'pchilik yutadi. Piyoz bilan go'shtni yaxshilab qovurib, endi kartoshka soldik. Sariq va qizil sabzidan bir donadan to'g'rab soldik. Mahsulotlari miqdorini keltirib o'tmadim. Oldin tayyorlanish jarayonini ko'ramiz. Kabachkini ham qo'shib qovurdik. Qovurilgan massaga ziravorlardan tayyorlangan boshida qovurilgan massani solib yarmini olib qo'ydik. Yarmini aralashtiramiz. Qolgan yarmini qo'shamiz. Kraxmalli suv qo'shamiz. Kraxmal bilan boyitilgan suv. Mana bu ovqatni birinchi marta yeb ko'rishim bo'ladi pishgandan keyin. Hozir qanaqa ovqatlarga juda qiziqaman. Mana bizning ovqatimiz tayyor bo'ldi. Suzilganda mana guruch ustiga qo'yib yeyilar ekan. Yoqimli ishtaha.